Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Novqat shahridagi atapleni ulangan pechkamiz bitib qoldi. O'zi ikkita xonani istadi, undan o'zidan tashqari bu tarafda yana ikkita xonani istadi ataplenasi. Mana o'tni yoqdik. O't yonyapti. Tortma qo'ydik bu yog'iga. To'kda ham isiydi. Suv katta duxovka, bu taraf kichkina duxovka, ovqat qilsa mana hidini tortib chiqib ketadi. Mana bunda. Mol yopib qo'ysam, tomoqda ovqat hidi qoladi. Mana ochib turib tomoq qilsa ovqatlarning hidini parni olib chiqib ketadi deydi-ku. Mana orqasini ham bir qator ko'rsatamiz. Tozalaydiganlar qani deb so'raganlarga mana bitta mononda tozalaydi, bittasi mononda tozalaydi. Mana katta duxovka, kichkina duxovka list atapleni ulanib ketgan bu yoqqa. WhatsAppga baylanishaman desanglar, kommentariyaga zakrib etib qo'yaman. Surat so'raganlarga Telegram kanalimizga kirib, istoriya